Lekin ko'rmagansizlar. Bizda qora quti bor. Va sizga shu imkoniyatni taqdim etaman. Bezatilgan qora quti. Va sirli qora quti desak ham hech mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Savollarga boy bo'lgan. Bu yerda aynan mantiqiy savollar bor. Mantiqiy savollar juda qiyinchilik bilan o'ylanadigan savol emas. Mantiqiy savollar birin-ketinlikda olamiz va mana shu savollarga javob berib o'tamiz. O'qib ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Bu boshqa savol. U xavfli savolni bermang. Kim buni ichiga solib qo'ydi? Men so'ragandim. Sizga aytdim bir qator tekshiring Omadbek dedim. Yo'q dedim. Endi sizga ishonib qo'yibman-da. Ha. Muhammadjon, siz ham suvga ishonib sizda unda. Bu shartlardan chetda qolmaysiz. Talabalardan kim? Shoshmang hali talabalarga javob qabul qilaylik. Talabalarga tezkorlik bilan berishimiz kerak. Bo'lmasa ular darsda 45 daqiqa yo'q 45 daqiqadan ko'p, 90 daqiqa o'ylangandek o'ylanib olishadi. Demak, Izzat aka, Mendan yordam so'ramanglar. Men hech narsani bilmayman. Kimdan yordam so'rasa aytib qo'yinglar, ishlarni so'rayman. Xo'p, savol filni muzlatgichga qanday joylashtirish mumkin? Eshigini ochgan holda, muzlatgichning eshigini ochgan holda joylashtiramiz. 3 ta harakat bilan eshigini ochamiz, filni joylashtiramiz, eshigini yopamiz. To'g'ri javob. To'g'ri javob. Mikrofonga otajon. Menda yordam so'rang dedim-ku sizga Izzat aka, ana ko'rdingizmi? Jirafani muzlatgichga qanday qilib joylashtirishimiz mumkin? O'sha joyda 4 ta harakat bilan degan joy tushib qolibdi-da. Xo'p, javobingiz? Birinchi ochamiz. Bo'laklaymiz. Bo'laklab, 2 marta sohamizda beklaymiz. 4 olamizmi? Yo'q. Bilasizmi? Noto'g'ri javob bo'ldi. Buning uchun jarima bor. Buning uchun jarima bor. Eshikni ochasiz, muzlatgichni, filni olasiz, jirafani joylaysiz, eshikni yopasiz. Mana 4 ta harakat. U yerga Izzat aka filni joylab bo'lganlar. Muzlatgich band. O'sha muzlatgichdagi filni olishingiz kerak edi siz. Bu savolni aynan birinchi savolni ikkinchi mantiqiy davom etdi. Xo'sh, Shahzoda, sizga yuzlanamiz. Uy qurayotganingizda qaysi baliq sizga yordam berishi mumkin? Tasavvur qiling, uy quryapsiz. Uy qurayotganda qaysi baliq? Dengiz bo'yida quryapsiz uyni. Delfin? Delfin qanday yordam beradi menga? Xo'p. Qanday yordam beradi? Cho'kib ketyapsiz demadikku. Bilmasam. O'ylab ko'ring. Aynan zoologiyaga qiziqqanmisiz o'zi? Yo'q. Bolg'a baliq haqida eshitganmisiz? Bolg'a baliq sizga yordam berishi mumkin uy qurayotganda. bolg'a akulani ko'rganmisiz? Bolg'asini, ana shu. O'shanda qo'rqsangiz bo'ladi. Ha, endi bilib oldim. Rahmat. Ana endi bilib oldim deb qo'ying. Xo'sh, Nodira begim, siz Nodira begim, marhamat. Yordam berasizlar. Fransiyada eng ko'p xatni kim qabul qiladi? Nima deb o'ylaysiz? Fransiyada eng ko'p xatni kim qabul qiladi? Pochtalon? Kim? Pochtalon deyapti. Pochtachi. 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 Qisman to'g'ri, lekin Fransiya pochtasi ko'proq xatni qabul qiladi. Endi baribir pochtaning u yerda xizmat qiladigan. To'g'ri deb qabul qilsak bo'ladi. Tasanno. Biz Va Muhammadjonga yuzlanamiz, mikrofon taqdim qilaylik. Muhammadjon, yaxshimisiz? Xo'sh, savolni o'qib eshittiramiz endi. Savol: Xitoyliklar nimaga yaponlarga qaraganda ko'p guruch yeyishadi? Chunki xitoyliklar aholi soni ko'p yaponlarga qaraganda. Mantiqiyroq yondashamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. To'g'ri javob. To'g'ri javob. Qo'y. Talabalarga yuzlanamiz. Mana shumidi? Oxirgi savol. Oxirgi savol kim? Talabalar. Marhamat. Gap bo'lishi mumkin emas, yigitlar. Savolni Oxa o'qib guruhiga ko'ring. bugun tasanno. Marhamat, o'zingizni tanishtirasiz va savolni o'qib eshittirasiz. Qushlar qishda nimaga boshqa davlatlarga uchib ketishadi? Sovuq bo'lgani uchun uchib ketadi? Yo'q, noto'g'ri javob. Ismingiz? Yoqutxon. Yoqutxon. Bu noto'g'ri javob edi. Bering savolni. Yurishga qaraganda uchish qulayda qushlarga. Ham tezkorroq, o'sha uchib ketishadi. Shuning uchun uchib ketishadi-da. Yurib ketishmaydi.